Bukmekerlik xizmati bu sport musobaqalari, intellektual o'yinlar va boshqa natijaga ega tadbirlar bo'yicha ehtimoliy natijalarni baholab, foydalanuvchilarga pul tikish imkonini beruvchi faoliyat turidir. Bunday xizmatlar maxsus qonunchilik asosida litsenziyaga ega tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Qayd etilishicha, ularning ishtirokchilari asosan yoshlar. O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonuni 46-moddasida qimor o'yinlari va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar reklamasi qat'iy tarzda taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Shunga qaramay, bu borada qonun buzilish holatlari ham uchrab turibdi. Kuni kecha mamlakatda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qilgan taxminan 70 ta saytga kirish cheklandi. Jami 86 ta shunday reklama joylashtirgan web resurslar haqida nazorat organlariga ma'lumot yuborildi. Qo'mita o'z vakolatlari doirasida doimiy ravishda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish hamda reklama to'g'risida qonunchilik hujjatlarini davlat nazoratini amalga oshiradi. 28 mingdan ortiq monitoringlar olib borgan bo'lsa, shundan qariyb 70 ta holatda noqonuniy ravishda onlayn qimor o'yinlarini kuzatgan. Internet resurslarida noqonuniy reklamalarni aniqlash bo'yicha doimiy monitoring olib borayotgan Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bunday saytlarga tezkor chora ko'rish va ularni bloklash maqsadida tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. Doimiy ravishda bizda qo'mita Ichki ishlar vazirligi huzuridagi kiberxavfsizlik markazi bilan birgalikda ushbu saytlarni bloklash choralarini ko'radi. Subyekt aniqlangan taqdirda u bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobar miqdorida moliyaviy jarimaga sabab bo'ladi. Bu narsa asosan O'zbekistonda ichida emas, O'zbekistondan tashqarida turgan holda internet tarmog'idan foydalanuvchilar uchun tarqatiladi va subyekt egasini aniqlashning imkoni mavjud emas. Katta qarzga kirib qolishi yoki bo'lmasam uni natijasida qanaqadir bir jinoyatlarni kelib chiqish holatlari kuzatilgan. Qayd etilishicha, web resurslar xavfsizlik, qonunchilik va axborot makonini saqlash maqsadida cheklanadi. Bunday choralar internet muhitini sog'lomlashtirish hamda fuqarolarning noqonuniy qarz, moliyaviy risk va virtual qimordan himoya qilishga qaratilgan.